O'zimni misolimda aytadigan bo'lsam, bitta misol aytaman. Mana siz 15 yil oldin tanishgan ustozimsiz. Mani imijimni o'zgartirish uchun bundan 15 yil oldin harakat boshlaganlar. Lekin men aynan psixolog bilan ishlab, ya'ni siz bilan ishlab, bolalikdagi travmalarim bilan ishlab, ularni kechirib, ya'ni yashab o'tib, qaysidir ma'noda qo'yib yuborganimdan keyin Xulosalar to'g'ri tomonga o'zgartirib. xulosalar to'g'ri tomonga o'zgartirilgandan keyin o'zingiz ham ko'rdingiz-ku, bir haftada borib imijimni hal qilib keldim. Yana ham to'laqonli hal qildim deb ayta olmayman. Bosqichma-bosqich aynan 15 yil oldin ustozim xohlagandek holatga kelyapman. Turishi ham meni masalan qoniqtiradi, chunki bunga olib kela olmaganman. Kiyim bilan bog'liq qanaqadir fikrga olib kela olmaganman va bu Sarvar uchun juda ham oddiy bo'lgan. Men nima uchun bu gapni aytyapman? Ya'ni bugun jamiyatda yashayotganlarning bolalik travmalari o'tmishi bilan ishlanmaguncha motivatorlarni chiqib olib berayotgan motivatsiyasi uni pul toptirib qo'ya olmas ekan. Aynan. Pulga qarab boraverasiz ekan, orqaga qarab ketib qolaverasiz ekan. Pulga qarab boraverasiz ekan, orqaga qarab ketib qolaverasiz ekan. Siz o'ylaysiz ekan, kimdir meni sehr qilyapti, kimdir meni jodu qilyapti, kimdir meni yo'ldan ozdirmoqchi, mana u qilgan xatoyim uchun mana va mana shu tushunchalarning paydo bo'lishiga ham bolalikdagi travmalar sabab bo'lar ekanda. Aslida biz hayotimiz qanday bo'lishini xohlasak, shunday yaratib berilar ekan vaziyatlar. Men shuni tushunib yetdim. Va o'sha mana bu gap to'g'ri-da. Har bir inson o'z baxtining musavviri.